Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, vatandoshlar, barchalar salomatmisizlar? Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ishlarimiz sizlarga yoqsa, bir donagina like tugmachasini bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Vodiy bo'ylab tunikafon xizmatini sizlarga taklif qilamiz. Qadrdonlar, bu navbatdagi tunikafon xizmatimizni Andijon viloyati Izboskan tumani Paytug shahrida yakuniga yetkazib bermoqdamiz, qadrdonlar. Xo'p, bu joyga foydalangan ranglarimiz qaymoq rangga, shikolat rang hamda tilla rangdan foydalanganmiz. Ko'cha shapkalari bilan darvoza xonasini mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda tunikafonlarni qilib berdik. Xo'p, do'stlar, narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtacha 135 ming so'mdan ishlatayotgan materialimizning kvadratiga qilib bermoqdamiz. Do'stlar, joyning kvadratiga emas, sababi bukilish qayrilishining hisobiga joyning kvadratidan ko'proq material ketadi. Sizlar ketgan materialning kvadratiga 135 ming so'm atrofida pul berasizlar. Yana plus minusini joyining ustida kelishamiz, qadrdonlar.